Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 8-mart. Odatdagi migrantlar hayotda sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni hozir bir aytib o'taman. Butun Rossiya bo'ylab sirena ovozlari eshitilishi mumkin. Dollar kursi 70 rublgacha tushish kutilyapti. Migratsiya agentligi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarga moddiy huquqiy yordam ko'rsatish haqida eslatdi. Rossiyaga RUID ilovasi orqali avvaldan ariza berib kelgan kishilar soni 175 mingdan oshdi. Qozon shahrida o'nlab migratsiya qonunlari buzilganligi aniqlandi. Bugun 8-mart. Odatdagi migrantlarga oid yangiliklar, xabarlar bilan tanishing. Shu imkoniyatdan foydalanib 8-mart meni kuzatayotgan ayollar bo'lsa, shu xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Butun Rossiya bo'ylab aholini ogohlantirish tizimi sinov o'tkazilyapti. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aytishicha, tez mana shu sinovlar o'tkazib turiladi. Agar ko'chada shu sirena tovushlarini eshitib qoladigan bo'lsangiz, vohmaga tushmang, bundan qo'rqib ketmang. Agar vaziyat yomonlashib, haqiqatdan ham shu sirena tovushlari ishlatiladigan bo'lsa, bu sirenada aytilyapti-ku, test rejimda ishlayotganligi. Bunda aytilmaydi, juda jiddiy tus oladi. Bu yaqin vaqtda o'tkaziladigan test sinovlari kuni kecha o'tkazilgan shu sirena tovushlari vohmaga solib qo'ymasin. Jahonda kuzatilayotgan siyosiy o'zgarishlar sababli Rossiya rubli ham shu 70 rublga tushishi prognoz qilinyapti. Ko'ryapmiz, shu yaqin sharqdagi vaziyat keskinlashganligi sababli nafaqat jahon neft bozori shu rublga ta'sir qiluvchi, balki gaz bozorida ham muvozanat buzilganligi dollar kursi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lishi mumkin. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Do'stlar, shu dunyoda bo'layotgan vaziyatdan xabarlaringiz bor. Bu uchun ijtimoiy tarmoqlarda, xabarlarda bu bo'layotgan vaziyatlar keng muhokama qilinyapti. Ochiq shu manbalarda muhokamalarga qo'yib qo'yilyapti. Men aytib o'taman, bu shaxsiy fikrim. Do'stlar, shu Rossiya hududida aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali bu kimni haqoratlash yoki o'zingiz tushunmagan mazmunda kimgadir kommentariya fikr qoldirish, bir millatni, bir dinni yomonlash, emotsiyaga berilib ketib shu bo'layotgan dunyo bo'yicha siyosiy vaziyatdan kelib chiqib qanaqadir nojo'ya fikrlar qoldirib qo'yish ham Rossiya hududida javobgarlikka sabab bo'lib qoladi. Migratsiya agentligi Rossiya hududida ishlayotgan o'zbekistonliklar uchun huquqiy moddiy yordam olish to'g'risida eslatdi. Imtiyozlaringiz haqida bilasizmi? Bilmasangiz videoni ovozini balandroq qiling. Agar siz murakkab moliyaviy ahvolda bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha bir martalik moddiy yordam olishingiz mumkin. O'zbekistonga qaytish chiptalari ham olib beriladi. Og'ir kasallik yoki baxtsiz hodisaga uchragan bo'lsangiz, $1000 dan 1,5 ming AQSh dollarigacha tibbiy xizmat xarajatlari to'lab beriladi. Yashash joyisiz qolgan bo'lsangiz 30 kungacha hostellar bilan ta'minlanasiz. Zo'ravonlikka uchrasangiz yoki ishdagi huquqlaringiz buzilsa, sizga advokat ajratiladi va xizmatlari uchun shartnomaga muvofiq $3000 to'lab beriladi. Siz migratsiya agentligi va uning o'zingiz bo'lib turgan davlatdagi vakolatxonalariga murojaat qilishingiz kerak. Chet elda ishlayapsizmi? Bizni aloqa vositalarimizni doimo yodda saqlang. 1282 qisqa raqami yoki Telegramda orqali 24/7 rejimda. Xudo ko'rsatmasin, Rossiya hududida qiyin vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, bu oylik maosh bilan bog'liq bo'lsin yoki uyga ketishda uchun migratsiya agentligi yaqindan yordam beryapti. Men video ostida shu Rossiya bo'ylab migratsiya agentliklarini manzillarni qoldirishga harakat qilaman. Rossiyaga RUID ilovasi orqali 137 ming xorijlik kirib kelgan. Ilovada ro'yxatdan o'tib keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil 30-iyuldan boshlanishi kerak edi. Biroq shu ko'rdilaringiz, ilovada kuzatilgan nosozliklar sababli ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi 2026-yil 1-iyuldan bu majburiy bo'lish kutilyapti. Ya'ni shu RUID ilovasi orqali Rossiyaga kirib kelishdan 72 soat avval o'zingiz haqingizda shu bildirishnoma yuborib tasdiqlab olishingiz kerak bo'ladi. O'tgan yil joriy qilingan bo'lsa-da, shu ilovada tizimda nosozliklar kuzatildi. Bu tizim yaxshi ishlamadi. Shuning uchun Rossiya kirib kelishda 72 soat avval bildirishnoma ixtiyoriy qilib qoldirildi. Shunga qaramasdan shu boshqa davlatdan kelayotganlar buni uddaladi. Ana endi 2026-yil 1-iyuldan boshlab bu majburiy bo'lish kutilyapti. Ya'ni RUID ilovasidan ro'yxatdan o'tiladi, 72 soat avval chet el fuqarosi nima maqsadda qayerga kelayotganini o'zi haqida bildirishnoma
bildirib tasdiqlab olish kerak bo'ladi. Aks holda bu chet el fuqarosini mamlakatdan qo'ymasliklariga sabab bo'lib qoladi. Men bu uchun alohida video ma'lumot olishga harakat qilaman, ya'ni RUID ilovasidan qanday ro'yxatdan o'tib, qanday chet el fuqarosi o'zi kelishdan avval shu tasdiqlashi mumkinligi haqida. Qozon shahrida o'nlab migratsiya qonunchiliklarini buzganlar aniqlandi. Tatariston bo'yicha mintaqaviy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Qozon politsiyasi xodimlari migratsiya qonunchiliklarini buzgan taxminan 30 kishini bu yerda aniqlashgan. Tekshiruvlar Qozon shahrida qurilish maydonlarida, kafeda, avtomobillarni ta'mirlash ustaxonalarida o'tkazilgan. Tekshiruvlar natijasida politsiya xodimlari tomonidan shu qoidabuzarlarga 2000 rubldan 5000 rublgacha jarima qilingan. Hayrat, bu yerda mamlakatda qasddan buzib bo'lib turmagan chet el fuqarolarini majburiy chiqarib yuborilmagan. Shu jarimani o'zi bilan cheklangan. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarim, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylashimcha sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, xabarlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.